Anchadan beri shunaqa video olmoqchi edim. Endi qo'lim bordi. O'zi video mani bir kunlik hayot tarzim bo'lishi kerak edi. Ertalabdan ishga kelganimni, ko'p ishlab, uspeshniligimni ko'rsatib, qanchalik rang-barang va qiziq hayot kechirayotganimni ko'rsatmoqchi edim. Keyin o'zimga o'zim qo'ysangchi Jahongir, to'g'risini kakanayes ko'rsatsangchi dedim. O'zi hayotimni zerikarli deb aytolmayman. Rostdan ham juda aktiv hayot kechiraman. Tinim bilmay ishlayman, oshpazman, blogerman, tadbirkorman. Pikarnyam bor, Instagramda blogim va Telegramda yopiq kanalim bor. Bu har bitta yo'nalishda rejalar tuzganmiz va ularni amalga oshirishga yordam berayotgan komandam bor. Undan tashqari kundalik hayot, oilaga ham yetarli vaqt ajratishga harakat qilaman. Lekin oxirgi payt o'zimda bo'lgan energiyani keskin tushib ketayotganini sezmoqman. Retseptli videolarni kam chiqayotganidan buni sizlar ham sezgan bo'lsangiz kerak. Agar kuzatayotgan blogeringiz kontent qilmayotgan bo'lsa, bilavering-ki, u charchagan va charchagan odam ijod qila olmaydi. Berayotgan kontenti ham oddiy va bemaza bo'lib qoladi. Har holda menda shunaqa. Shuning uchun o'tgan haftani men ko'proq ishdan tashqarida o'tkazdim. Anchadan beri ko'rishmoqchi bo'lgan odamlarimdan xabar oldim. Shahardan tashqariga chiqdim, yaxshi ko'rgan ovqatimni yedim. Qisqa qilib aytganda, har kungi poygadan chiqishga harakat qildim. 100% o'xshar deb aytolmayman, lekin sal bo'lsa ham chalg'idim va odatiy muhitdan chiqib, yangi kuch yig'ishga harakat qildim. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, hamma narsa Instagramda ko'rayotganingizdek zo'r, umuman qiyinchiliksiz bo'lmaydi. Ba'zida shunaqa odam vne resursi bo'lib qoladi, zamonaviy qilib aytganda. Bu ham vaqtincha dam olib, yana yangi zo'r, svejiy ideyalar bilan qaytaman. Shunchaki sizlar bilan ozgina shunaqa bo'lishkim keldi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.